Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Hozir ko'pchilik aytayapti, nimaga video qo'ymayapsiz, nimaga chiqmayapsiz deb. To'g'ri sizlarga aytgim kelmagandi, lekin do'stlar, men 6 kundan beri belim qattiq ushlab qoldi. Sababi shu qanaqadir kasallik ekan. Hozir davolash uchun Toshkentga keldim. Ko'rib, o'zlaringiz nima qilinglar? Xullas do'stlar, mana shu orqam og'rib, yonmachasiga biroq og'riyapti. Qaranglar, nimalar bo'lib ketganligini. Ko'rib qo'rqib ketmanglar, lekin ko'rsatishga majburman. Xullas do'stlar, hammasi yaxshi ketadi inshaalloh, duo qilib tursalaring. Tuzalib olib qaytaman. Yangi yillaring hammaga muborak bo'lsin. Inshaalloh 2026-yilda hamma o'ylagan maqsadlariga yetsin. Hech kim unaqa kasal bo'lmasin, hech kimni boshiga unaqa kunlar tushmasin. Lekin hech kimdan yordam so'ramayman do'stlar. Unaqa pul qo'yib, katta qo'yish yo'q, unaqa noto'g'ri tushunmanglar.